5 santimetrli jinsiy o'sha olat bilan birga 20 sekundda har qanaqa ayolni tamom qildirish mumkin. Xohishi yo'q bo'lib qolgandan keyin, hali kirib chiqurgandan keyin bu yerda qurib qoladi. Ayol kishini qanchalik uzoq tayyorlaydigan bo'lsak, shunchalik u orgazmga yetadi. Kerak emas katta avlod bo'lishi, chunki bizada tushunchada tegar tegmas, yengil yoqadigan organi qaysi deb aytilsa, dumbasi erkak kishini qo'li qanchalik o'sha chiroyli bo'ladigan bo'lsa, ayol kishini qondirishni maqsad qilayotgan bo'lsangiz, o'rtangizda yaxshi seksual garmoniya bo'lishni xohlayotgan bo'lsangiz, demak ayol kishini tayyorlash kerak. Uni ustiga chiqib 1 soat harakat qilganingiz bilan ayollar orgazmga erishmas ekan. Agar orgazm bo'lmasa, ayol baxtsiz va shu oilada er-xotin o'rtasida juda katta ham ruhiy, ham jismoniy muammolar kelib chiqadi. Braziliyadan hech qayerda yo'q, dunyoda hech qayerda chiqmaydi. Bitta shu Braziliyada bor narsa shu sop vibradigan lubrikantni olib kelishdi. Ayol kishida o'zida ilgari sezmagan yangi ощущенияларni, o'sha yangi narsalarni seza boshlaydi. Yoqadi. Namoda sizga sop vibra agar ta'sir qilmasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun yana suhbatimizni davom ettirmoqchiman. Mana shu oldingi ko'rsatgan ko'rsatuvlarimdan olayotgan o'sha sizdan kelayotgan savollardan, mana menga yuborilayotgan o'sha savollardan shunga mamnun bo'ldimki, erkak kishini va ayol kishini ko'pincha tushunchasida shunaqa narsa bor ekanki, erkak kishi qanchalik ko'p uzoq vaqt aloqa qiladigan bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi degan shu erkaklarda tushuncha. Ayollar bilan mana gaplashmaymizmi, so'ramaymizmi, qaramaymizmi? Kechagidagi o'sha paramiz ular uzoq payt yaqinlik qilar ekan. O'sha o'zi uzoq payt yaqinlik qilishi bizning tilda eyakulyatsiya targo deb aytiladi. Ya'ni erkak kishi o'sha nimasi yaqinlik qilayotgan paytda o'sha ayoliga bo'lgan возбужденияsi yuqorilashib borish kerak. To'shga kelgandan keyin eyakulyatsiya bo'lishi kerak. Unda qanaqadir o'zi muammo borki, shuning uchun ham qo'pol harakat qiladi va uzoq harakat qiladi, lekin ayoli hech qachon orgazm qilib ulgurmaydi yoki bitta boshida olgan bo'lsa, keyin boshqa orgazm bo'lmaydi. Xohishi yo'q bo'lib qolgandan keyin, hali kirib chiqurgandan keyin bu yerda qurib qoladi. Ya'ni Bartolomey o'sha nimalar sekret ishlab chiqara olmaydi bunaqa uzoq payt, sekret qurib qoladi va ayol kishida travmalar bo'ladi, xohlamaydi, oxirida darsa og'rib ketadi, o'sha yoqmay qoladi xotin kishiga bu narsa. Erim deydi, o'sha ko'p payt men bilan yaqinlik qiladi, uzoq payt qiladi. Men qiynalib ketaman, o'sha bir marta tamom qildim, boshqa qildim-ku, lekin u uzoq payt yaqinlik qilishni xohlaydi, uzoqdan uzoq payt yaqinlik qilgandan keyin tamom qiladi degan gap bor. Endi shuning uchun men shu narsani aytmoqchiman. Ilmiy bu narsa, bu to'g'rida juda ko'p maqolalar chiqqan. Men Master Johnson to'g'risida juda ko'p gapirib berganman. Birinchi o'sha seksual o'sha temalarda ilmiy ish qilganlar, bu er-xotin, amerikanskiy er-xotinlar. Ana shularda o'sha birinchi o'sha aytgan 5 ga 20 degan o'sha nimasi bor edi. Men bir payt aytgandim, mayli bu to'g'rida ham yana gaplashib o'taman. Ya'ni nima demoqchiman? Ayollardan shu ilmiy o'sha respondentlar deydi, savol javob qilinganda sizga tanlang, masalan, jinsiy aloqa uzoq bo'lgani yaxshimi yoki tayyorlashingizda jinsiy aloqaga tayyorlash momenti uzoq bo'lgani yaxshimi desa, albatta endi birinchidan individual hisoblanadi. Ko'p ayollarda boshqasi
eri yo'q yoki uzoq payt yaqinlik bo'lmaydigan ayol yoki eri komandirovkadan kelgan paytda undan mustasno hisoblanadi. Ya'ni o'sha tashna yaqinlikka bo'lgan ayollar mustasno, lekin doimiy jinsiy hayotda yashab yurgan ayollar uchun sizni o'sha unga qiladigan muomalangiz, unga e'tiboringiz har qanaqa narsadan yuqori turadi. U shu narsani tanlaydiki, mani uzoqroq tayinlasa. Bitta anekdot bo'lardi bu paytlar, aloqa necha minut bo'ladi desa, 1 soatda 31 minut. Nima qanaqa bo'ladi desa, 1 soatda 30 minut tayinlayman, keyin 1 minutda men tamom qilaman degan. Lekin ana o'sha anekdot, lekin bu haqiqat borki, ayol kishini qanchalik uzoq tayinlaydigan bo'lsak, shunchalik u orgazmga yetadi. Ya'ni o'sha Master Jonsonlar 520 deganda 20 sekundda ayol kishini demak qondirish mumkin degan narsa. Ya'ni o'sha yaxshi obdon tayinlangan bo'lsa, darrov tamom qiladi degan ma'noda. 5 ga degan nima degan? 5 santimetrli jinsiy o'sha olat bilan birga 20 sekundda har qanaqa ayolni tamom qildirish mumkin. Bu ilmiy dokazan narsa. Bu eng birinchi qilingan narsalardan. Bu o'sha Dao Indiketayski o'sha eski ilmiy o'sha maqolalarda ham, mana zamonaviy maqolalar ham xuddi shu narsani yana tasdiqlab beryaptiki, kerak emas katta avlod bo'lishi. Chunki bizada tushunchada olatni qancha katta qildiradigan bo'lsam, shunchalik yaxshi deb o'ylaydi. Даже mana 14-15 santimetrli olati bor bolalar keladi, "Oka, mani olatim kichkina." Bu psixologik moment, nimaga? Menga katta bo'lsa, shu xotinni qoldiraman. Bu ayol kishining qini o'zi 14 santimetr eng katta bo'ladigan bo'lsa, undan katta bo'ladigan bo'lsa, u og'riydi, boshqa qildiradi, xohishi bo'lmaydi. O'sha smaska ham yaxshi bo'lmaydi, tak dalay. Endi shuning uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsa, ayol kishini tayyorlash kerak. Ayol kishini tayyorlash deganda nimadan kiradi? Ana o'sha e'tibordan boshlanadi. Undan keyin mana oldingi ko'rsatuvlarda aytib o'tgan narsani yana bir qaytaritaman. Повторение мат учения deydi. Demak, qaytarish yana bizani o'sha ilmimizni o'sha mustahkamlab olish uchun yordam bo'ladi. Kindaydan keyin albatta o'sha qiloni aytganmizda, undan keyin nimani tilni поверхность nimani aytganmiz, oxirida o'sha 7-chi poзвоночникka yetganmiz. Shularni qilgandan keyin klitorga tushish mumkin, boshqa qilish mumkin harakat. Lekin bizani qilayotgan harakatimizda mana kechagida yana shunaqa narsaga duch keldik. Men yana tayinlagan edim. Tegar tegmas, yengil, sekin harakat qilish kerak edi. Mana o'zingizam qo'lingiz bilan mana shunaqa sekin harakat qilib ko'ringchi, bu nima qiladi? Ayol kishi har qanaqa miyasida g'ami bo'lsa ham, bir narsani o'ylab o'tirgan bo'lsa, bolasini olib kelish bormi maktabidan, u yoqqa qanaqadir joyga borish kerakmi, xayolida bir mingta muammosi turibdi xotin kishini. Lekin sen o'sha tegar termas, mana shunaqa sekin-sekin o'sha ta'sir qiladigan bo'lsangiz, mana o'zingiz ham bunda tegib ko'ringki, ayol kishida shu xayoli qochish to'xtaydi. O'zingiz ham konsentratsiya qilasiz. Ayolingiz bilan birga nafas olishga harakat qiling. Vdoh, выдох, vdoh, выдох. Ya'ni bir xil nafas oladigan bo'lsangiz, siz qilayotgan harakatingizdan ayol kishingizni nafas olishi sekinlash kerak. O'sha qorin bo'shashi, yuzga qon borishi, ayol kishini o'sha bo'shaganini, qanchalik bo'shaganini sezadigan bo'lsangiz, demak siz qilayotgan ishingiz to'g'ri bo'ladi. Mana bu qo'pol harakatdan faqat раздражение bo'lishi mumkin, boshqa qilish mumkin. Doim aytaman, erkak kishi qaysi professiyadan bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa mana kecha bir motorist bola kelyapti. Qo'llarini ko'raman, hammasi haligi moy bilan boshqamni, "Aka, meni ishim shunaqa, qo'lqop kiysang bo'lmaydimi?" Bu senga o'sha benzin bo'ladi, moy bo'ladi, nima qilib bu sening badaningga so'rilyapti, bu zaharlayapti seni. Neужели shu narsani tushunmaysan? Qo'l bilan qanaqa ishlasa bo'ladi? Butun dunyoda mana Amerikaga borgan hamma perchatka qilib ishlaydi. Shunaqa perchatkani olib qo'lingga hech qanaqa muammo qildirmaydigan. Keyin o'sha benzin hidli, yog'li hidli anaqa bilan xotiniga tegyapti. Qanaqasi hech qanaqa o'tda возбуждение bo'lmaydi-ku. Inson o'zini qo'lini ehtiyot qilish kerak. Qo'li bilan birga ishlashni yaxshi ko'radi, chunki boshida shu narsaga o'rgangan, ustozi ham nima shu narsaga o'rgatgan, taraqa turuq,
bu perchatka kiyib ol, perchatkalarni ming xillari bor. Tomki o'sha hech qanaqa sani harakat, biz operatsiya qilayotganda perchatkada ishlaymiz, qanaqa mikroinstrumentlar bilan ishlaymiz, hech qanaqa muammo yo'q-ku. Bu mamiyatda hamma narsa. Agar qo'lda ehtiyot qiladigan bo'lsang, bu yerda har qanaqa zavod saynislar bo'lmasa, haligi xarxashalar bo'lmaydigan bo'lsa, qo'ling qilganda xotiningga yo'qot. Bu yerda qanaqadir nima bo'lsa, zirabchaymi bir haligi xarxashang bo'ladigan bo'lsa, uni shilib oladi-ku badanini. Hech qanaqa unga yaxshilik bo'lmaydi-ku. Shu narsani mana bolaga tushuntirib berdim. Qo'lini ko'rib o'ziga ko'rsatib berdim. Tirnoqlarni tagiga yog'lar kirib yotibdi, bir moyla kirib yotibdi, qop-qora qaraydi ekan. O'zi uyalyapti keyin. Nima qiladi shu narsani? Qo'lingni ol, toza qil, senga qotilliga o'xshab manikurga, zalga borgin deyotganim yo'q. O'zing ham qilsang bo'ladi. Ayollar ham keyin bilishadi, qanaqa qilib qo'lda o'sha issiq suvga solib qo'yib, birpas sovunli suvga solib qo'yib, buni yumshatib, o'sha qilib qo'ysa bo'ladi. Xotiningga aytgin, senga yordam beradi bu narsaga. Hech qanaqa muammosi yo'q. Ana shuning uchun o'sha qo'l ham tayyor bo'lish kerak har doim. Keyin uni ayollardan apros qilinganda erkaklarni eng zo'r nima sizga yoqadigan organi qaysi deb aytilsa, dumbasi deb aytibdi, keyingisi qo'l degan. Ya'ni butun dunyoda qilingan aproslar ko'rsatib beryapti-ki, demak erkak kishini qo'li qanchalik o'sha chiroyli bo'ladigan bo'lsa, ухоженный bo'ladigan bo'lsa, bu ayollarga demak yoqar ekan. Xuddi shunaqa siz ham ayolingizni qo'liga qarang, agarda ухоженный bo'lsa, manikyur qilgan bo'lsa, boshqa qildirgan bo'lsa, bu men manikyur deganda kraskani eslamayman hech qanaqa yoki bir qanaqadir narsani yopishtirgan. Bizning mana shariatda bor shunaqa narsa, namoz o'qiydigan ayol hech qachon kraska qilmaydi, chunki o'tmaydi. Gigiyenada 5 mahal qo'limni yuvish, o'zim cho'milib yurish, boshqa qildirish bizning shariatda ko'rsatilgan narsa. Hid kelmasligi kerak, boshqa qildirmaslik kerak. Hasan 5 mahal shu namoz o'qiydigan bo'lsang, qo'llaringni sovlab yuvib yuradigan bo'lsang, perchatka qilib ishlaydigan bo'lsang, sandan hech qachon sastoki ham kelmaydi, boshqa qildirmaydi. Ishdan kelgandan keyin birinchi hammomga kirib cho'milib olsang nima qiladi? Hozir hamma yoqda bor bu narsa sharoit, lekin o'zimiz erinchoqmiz. Erinib yechinishga ham xohlamaymiz. Kendoq ishxonadan kelib, даже yechinmasdan yotadigan odatlarim bor. O'sha o'rinlardan ham hidli kelib yotadigan odat bor. Hech qanaqa muammo yo'q. Demak, shu narsani qanchalik o'rganib borsangiz, qon-qoningizga qotib ketadi. Men Moskvada bir bemorni ko'rganib borganimda, ko'ruvdimda, yotganda oilasi kichkina qanaqadir joyda yotibdi, boshqa qildiryapti, ko'rpalar sarg'ayib ketgan, yaltirab, boshqa qildirib, nima ishdan charchab kelib yotamiz, shu ovqat yeyishga boshqa yo'q. Bu unaqa narsa emas. Gigiyena degan narsa yo'q. Sanda bor yoki yo'q. O'rganmagansan, bolalaringni ham xuddi shunaqa ahvolga o'rgatyapsan. Bolalar bechoralar mushug'oq yotibdi, cho'milmagan, hid bo'lib yotibdi. Zo'rg'a ko'rib o'sha maslahatimni berdim, hammasini, boshqasini-ku. O'tda qanaqa bo'ladi? Bizani o'zbeklarda o'sha eski yillarda ham xana deb bir chekkada joy qildirib qo'yib, cho'miladigan, g'usul qiladigan, etib qo'yibdi, g'usul qilgin deb senga qanaqa yaqinlik bo'ladi? Bu nima qilgan? O'sha sharoit yo'g'iga yaqinlik ham qilmas ekan. Bizda deydi, qishlog'imizda deydi, o'sha qish paytida yaqinlik ham qilmaymiz. Nimaga? Chunki bizda issiq suv yo'q, boshqa yo'q. Bu erinchoqlik. Inson har qachon nima bo'lganda ham birinchi o'sha gigiyenaga rioya qilish kerak, cho'milib, toza bo'lib, boshqa qildirib, yaqinlik qiladi. Bu odamning tabiati. Tabiati bor odam biz haligi ko'pincha paxtalarga chiqardik, boshqaga chiqardik, o'sha yoshlikda olib chiqishgan boshliqkan. Biz o'sha oq choyshaplarni ko'tarib ketardik. Hamma uxlayotgan paytda turib yuvib, quritib, almashtirib, bu odamning tabiati. Kim shunga o'rgangan bo'lsa, shuni qiladi, boshqachasiga yota olmaydi, hech narsa qildira olmaydi. Обязательно pijama kiymasak, kiyim almashtirib yota olmaganmiz, demak shu narsaga o'rganilgan, ko'ngil ham xuddi shunaqa. Ya'ni siz oilada yaqinlik qilib, ayol kishini qondirishni maqsad qilayotgan bo'lsangiz, o'rtangizda yaxshi seksual garmoniya bo'lishni xohlayotgan bo'lsangiz, demak ayol kishini tayyorlash kerak. Ayol kishini tayyorlash o'sha e'tibor va men boya aytib o'tgandan kindi, o'sha qo'lni usti qismi, quloqdan keyin o'sha 7-poзвоночник turadi. Обязательно keyin pastga tushish mumkin. Ungacha o'sha narsalar maslahat berilmaydi. Chiroyli gaplar, qilayotgan harakatlar hammasi tegar tegmas harakat bo'ladi. Har doim soat strelkasi bo'yicha mana shu yengil
tegish bilan, yengil harakat bilan, massaj bilan siz shu ayolingizni kerakli natijaga erishishimiz mumkin. Mana metanический orgazm to'g'risida oldingi safar ham gapirib o'tgan edim. Mana yana bir marta gapirib o'tiraman. Chunki bizda hozir mana o'sha soft fiber bilan ish boshladik. Mana qancha ayollarimiz kelib mana birinchi o'sha odzivlardan boshladi. Boshqasi umrida hech qachon o'sha orgazmga erishmagan ayol birinchi marta shu narsani qilganda, voy bunaqa yo'li bor ekan-ku, men hech qachon bilmagan edim bu чувствительность shunaqa narsa bo'lishini. Eri shu narsaga sharoit qilib berib, unga yordam beradigan bo'lsa, bu nur ustiga a'lo nur. Yana o'zimizni o'sha tadqiqotni davom ettirmoqchimiz. Agarda xohishlar bo'ladigan ayollar bo'ladigan bo'lsa, biz kompaniya bilan gaplashdik. Ya'ni qancha ayol bo'lsa, keladigan bo'lsa, ular bepul shu vibrani beradigan bo'lishdi. Marhamat, bizni tadqiqotimizda yana qatnashish uchun sizda yana sharoit bor. Demak, bugun ko'rsatuvimizni oxirida yana zaключение qilib aytmoqchimanki, eng главныйsi jinsiy yaqinlikda ayolga bo'ladigan e'tibor va uni jinsiy aloqaga tayyorlash. Uni ustiga chiqib 1 soat harakat qilganingiz bilan ayol kishi hech qanaqa o'sha orgazmga erishmasligi mumkin. Qachon? Chunki bu tayyorlanmagan. Hamma narsani to'g'ri tayyorlanadigan bo'lsangiz, maqsadga erishish oson va yengil bo'ladi. Oilada har doim garmoniya bo'ladi. Bir-biringizga bo'lgan muhabbat kundan-kun oshib boraveradi. Ayniqsa birinchi kechaga tayyorlanadigan bo'lajak kuyovlarga shu narsani yetkazib qo'ymoqchiman. Bilib olinglar, shu narsani qilgan paytingizda sizda даже xavotirli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'p bolalarda shunaqa narsa borki, birinchi kechada mana masturbatsiyalar qilib yurgan, boshqa qilib yurgan, endi qanaqa bo'lar ekan, nima qilar ekan? Agar sizda shu ayolni tayyorlaydigan bo'lsangiz, birinchidan vaginizm bo'ladimi, qo'rqish holati bo'ladimi unda, sizda o'zingizda xavotirli holat bo'ladimi? Mana shu переключение deydi. Miyani переключать qilishga juda katta yordam beradi. Qanchalik uzoq ayol kishini tayyorlasangiz, shunchalik aloqa tez orgazmga yetkazdiradi va shu aloqa shunchalik muvaffaqiyat bilan tugaydi. O'ylaymanki, bugungi bergan maslahatlarimiz oilangizda o'sha seksual garmoniyaga erishishga yanada sizlarga yordam beradi va baxtli hayotli ko'rish uchun sizlarga yana bizni darsimiz foyda beradi deb o'ylayman. Yana ko'rishguncha xayr. Savollaringiz bo'lsa, shu Telegram kanalimizga men redaktordan iltimos qilaman, yozib yuboring va shu YouTube kanalimizdagi kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.